أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa el-ijaz vel-itnab vel-musava. Durusul balag'at degan kitobimizdan, ya'ni qisqa so'zlash, uzun so'zlash, normal so'zlash. Normal so'zlash. Endi buni degan gap desanglar, mutakallim har qanday bir gap qiluvchi, so'zliguvchi avvalan so'ziga bir kalamun nafsi keladi. Ko'ngilga bir so'z keladi, ko'ngilga. Shuning ko'ngli kelgan so'zni normal ahvolda ko'ngilga kelgan so'zning o'zini deydi. Ko'ngilga nima kelgan bo'lsa, shuni o'zini deydi. Mushu musava deb ataladi. Endi ba'zi chaqda holat taqozo qilsa ko'ngilga kelgan gapniki qisqartib deydi. Hammasini demay, qisqartib shu ko'ngilga gapga dalolat qiladigan shaklda qisqa so'zlaydi. Bu ijoz deb ataladi. Ba'zi chaqda holat shunda taqozo qilsa, ko'ngilga kelgan gapdan ko'proq gaplarni deydi. Ko'proq gaplarni deb shu ko'ngilga gapni ifodalaydi. Bu itnob deb ataladi. Ammo hammasining qoidalari va shartlari var, şu bu bo'lishi kerak. Musannif nima deydi? Kullu ma yajulu fi as-sadri min al-ma'ani yumkinu an yu'abbar anhu bi thalathi turuqin. Endi shu sadr degan ko'ngilda aylangan ma'nolarning har birini 3 yo'l bilan ifodalash mumkin bo'ladi. Anladın? Ko'ngilda aylanadigan fikir tefekkür qilib ko'ngilda aylanib yuradigan ma'nolarniki har biridan 3 yo'l bilan iborat surish mumkin bo'ladi. Birincisi el-musavah. Barabar qilish degan gap. Ya'ni ko'ngildagi so'z bilan og'izdagi so'zni tang-mutang, o'xshash, barabar qilish. Va hiya ta'diyatul ma'nal murad bi ibaratin musawiyatin lah. Ya'ni irada qilingan, ya'ni mutakallimning murodi bo'lgan ma'noni bi ibaratin musawiyatin lahu degan lil ma'nal murad. Ya'ni shu mutakallimning murodi bo'lgan ma'no bilan tang bo'lgan iborat bilan ado qilish. İfadalash degan gap. Bi an takuna qanday qilib desa, bi an takuna ala al-hadd allazi jara bihi urfu awsat an-nas. Ya'ni kishilarning o'tri hal tabiqatilarning, ya'ni o'tri hal tabiqatidagi kishilarning urf odati joriy bo'lgan had nizam bo'yicha bo'lay. Qanday qilib bunda bo'ladi? Qanday qilib ko'nglimizdagi gapni, og'zimizdagi gap bilan tam-tam qilamiz? Buni o'lchama qosidasi o'lcham, ya'ni o'tri hal tabiqatidagi kishilar. Bak qattiq, notiq, balog'atli kishilar emas. Bak qattiq gap qilmaydigan gacha, og'zidagi gapga kota, gap qilmaydigan odamlar emas. Normal tabiqatdagi kishilar odatdagi hojatlarini ifodalashdan so'zlaydigan so'z nima bo'ladi? Normal so'z musava deb ataladi. Masalan, hozir Tumurbek o'ltirdi. Tumurbek o'ltirdi degan gap Tumurbekning o'ltirgan vaqtini tushunmoqchi. Anladın? Ba'zi chaqda bu gapga bir kim ishonmaydigan bo'lsa, Tumurbek Rasululloh o'ltirdi deyish mumkin. İşenmeydiği yerdə. İnne Zeyden celese mesela. Anladın? Bazı çağda celes yapışım mümkün. Oltu de. Tümün bekleyen ama oltu yapışım mümkün. Yani şu ahval kalan başka yerin kalan. Emdi ve humullezine musannif bizge düşündürüp atıldı. Kim evsatın nas diyen kim? Diyen düşündürüp atıldı ki ve hum evsatın nas diyen اَلَّذ۪ينَ لَمْ يَرْتَقُوا اِلَى دَرَجَةِ الْبَلَاغَةِ. Yani balagat derecesine öyle mi gelirler? Yani balagat şunu aslında natık olmayan. وَلَمْ يَنْحَطُّوا اِلَى دَرَجَةِ الْفَهَاهَ. Fehaha diye feha. Den çıkan gap, yani fehaha diye gap, yani aciz minel kelam. Gap kılışının aciz, yani kaça emez, lakin gap kılışı tutuklap, duduklap gapni cayda kılanmaydıgan, bir kez gapni onşap kılanmaydıgan diyeyim. Gapni o'ngshab qila olmaydigan darajaga tushib qolganmi emas. Musha odamlarning o'ttir hal, normal kishilar tabiqasi. Va endi buning misoli qasid esa, masalan,
Ve izâ ra'eytellezîne yehûdûne fî âyâtinâ fe'a'rid anhum. Diye ayette qaraydigan bolsak, bu ayette bu ayet itnab şekilde uzun mu bayan kılınmagan, icaz şekilde kısa mı bayan kılınmagan. Ya kaçan ki siz bizning ayetlerimizde şungugan, yani bizning ayetlerimizde sükep, ayetlerimizi inkar kılış hakkında şu gaplarga şungugan adamlarni ko'rsang'iz, fe'arid anhum, ularni yüzüyorum. Bu şu cümlede biz cümledeki itnab yoki icazni qanday bilamiz? Shunda qaraymiz. Qarasak bir cümleni elib olsak, ma'no buzilmasa, bir cümleni elib olsak, cümledeki bir so'zni elib olsak, ma'no buzilmasa nima bo'ladi? Itnab bo'ladi cümle. Agar shunda qarasak, bu yerda taqdir qilingan falan so'z muqaddar, bir so'z bilan muqaddar deydigan bir gap bo'lib qolsa, bu so'zni bo'lib qoladi ijoz. Shunda men tushunishimni shunday tushuntiraman. Endi Musani boshqa tushuntiribdi, lekin men tushuntirishda agar men qo'yib bersa qanday tushuntiraman? Ya'ni jumladan bir so'zni elib olsakmi, jumla buzilmasa ma'nosi nima deb ataymiz buni? Itnab. Agar jumlada bitta qarasak, bir gap taqdir qilmasak jumlaga ma'no chiqmaydigan holat bo'lsa nima? Ijoz. Bu yerda qaraydigan bo'lsak, masalan, va izâ ra'eytellezîne degan so'zni va izâ ra'eytani elib olsak, ellezîne yahuduna fi ayatina fa'arzanhum degan ma'no buziladi. Chunki xitob kimga qilingan? Payg'ambar alayhisalom qilingan. Unga keyin agar fa'arid anhum deb olsaqchi, yine ma'no buziladi. Demak, bu yerda ziyoda ma'nodan birisi yo'q. Tushundingmi? Ma'no to'liq tushunildi. Demak, gap ijoz emas, gap qisqa emas, uzun emas, o'ttir hal so'z. Xo'sh, endi chunki bu xitob kimga qilingan? Normal xalqqa qilingan. Yani butun inson musulmonlar qilingan xitob, lekin ommaviy nas qilmasa, hammadan tushunadigan shaklda xitob qilingan. İkincisi vel icaz. Endi ijoz degan nima desa, ijoz degan va huwa ta'diyatul ma'na bi ibaratin naqisatin anhu ma'a wafa'iha bil gharad. İkincisi ijoz. Ijoz degan ma'noni, ya'ni mutakallimniki iroda qilgan ma'nosini, ma'nal muratni bi ibaratin naqisatin anhu, shu mutakallimning iroda qilgan ma'nosidan kam iborat bilan yana shart bor buni. Sharti nima? Ma'a vafa'iha bil gharad degan gap. G'arazga armonguchlik darmon bo'ladigan. Vafa bil g'araz degan gap g'arazni ifodalaydigan sanamdan. G'arazni ifodalay, vafa qila oladigan degan, ya'ni g'arazni ifodalaydigan bo'lish shart endi. Bunda darajada so'zni ado qilish. Yani ve ta'diyatul ma'na bi ibaratin naqisa. Kon kelgan ma'nini, ashkon kelgan ma'nidan kam bo'lgan iborat bilan ado qilish. Bir shakldan, bu shart bo'lsa, bu ma'ni chuqur nima qilish kerak? G'arazga vafo qilish kerak degan, ya'ni g'arazni ifodalash kerak. Mutakallimning g'arazini bizga to'liq ifodalab berish kerak. Endi bu odam gapni chalqib qo'yib, qisqa qildim deb, u gapdan ma'ni chiqmasdan bo'lmaydi. Bu xalal bo'ladi u chog'da. Tushundingmi? Buning ismi ijoz bo'lmay, nima bo'ladi? Ismi xalal. Anladın? Mesela şair ne derken? Şair Kifa nebki min zikra habibin ve menzili. Şair şiirde bir şeyde icaz şeklinde söylediğim bu şuna. Kifa nebki min zikra habibin ve menzili. Kifa diyen gap bu bölümgen hitap kılvatmış gelen gap. Toxtangla. Kifa diyen gap. Toxtangla. Nebki yığlayımız min zikra habibin ve menzili. Habibning zikrida habibni aslab ve menzilni aslab deydi. Mishadi bir narsa hasb qilingan, o'ylab topib qolgan, shu nima hasb qilingan desilcha? Habib. Yaqinlab qoldingiz. Ya'ni mishada nima hasb qilingan desanglar, habibina ve menzilihi. To'xtanglar, biz yig'laymiz. Kim yig'laydi bu yerda? Yaxshi ko'rganda odam yig'laydi. Bizning habibimizni aslab ve bu habibimizning uylarini, menzilihi, uning menzillerini eslep bir yığlaylı degan yerda habibina deganna ve menzilihi degi hina qilingan, azif qilingan. Chunki mush habib menzil degan gap dalolat qiladi shunga. Dalolat qilib turganlik uchun. Mushuni deb ataladi, ijoz deb ataladi. Xo'sh, endi fa iza lam yafi bil gharadi summiya ikhlalan. Agar mush ijoz so'z deganning dadida bu g'arazga vafo qilmasa degan gap, ya'ni mutakallimning g'arazini ifodalayolmasa, so'zlovchining g'arazini, muddaosini ifodalayolmasa, bu ijoz deb atalmaydi, nima ataladi? Ixlal. Gapda nuqson
qilish, gapni nuqson, gapni kamchilik sodir qilish degan gap. Ixlo degan gap. Masala paydo qilish degan gap. Qavlihi masalan, shoirning qavli o'xshash. Val ayshu khayrun fi zilalin nawki mimman asha kadda. Debdi. Mishada mutakallim qattiq qisqa so'zlayman deb halal chiqargan bu nimada degan nuqson paydo qilgan. Yozgan she'rida nuqson paydo qilgan. Bu nuqson bo'lsa val ayshu khayrun fi zilalin nawki mimman asha kadda. Val ayshu khayrun fi zilalin nawki deydi bu yerda. Nawk degan nima? Al hamaqa. As-safaha. Yani devatiki nadallıkның sayısı aslında yaşayan turmuş yaxşıraktır devatidi. Nemedin? Mimmen aşe kedde degan gap. Xapılık tatib kedde degan gap aslında mektut, neket degan. Yani xapılık tatib yaşayan turmuşdan neme hamakat döt nadallarının sayısı da yaşayan turmuş yaxşırak devatidi. Xapılık tatib yaşayan turmuşdan nadallarının sayesinde yaşayan turmuş yaxşırak davatıdır. Bir yerde asıl bunun maksidi ne demekçi sana? Asıl bunun maksidi ne demekçi? Yani nadallarının akıl bulman dep, akıllarının sayesinde yaşap, kapılık tartip, bilim akıl bile yaşap, kapılık tartip, cephada ötkenden nadallarının bilim okumay nadan yaşap, rahat paragatda ötken turmuşda yaşayan yaxşı demekçi bu adam. Lekin bu yerda ikki ma'no buni dalolat qilmayapti. Biri nadallarning sayesinde yaşash deyapti. Nadallarning sayesinde yaşap rahat yaşash degan gap bor bu yerda. Yo'q bu gap. Uni qanday bilamiz uni? Uni kelidin mimman ashakadda degan gap qablatat yaşashdan deyapti. Qablatat yaşash degan kimning sayesinde demekçi buni? Bu aqllarning demekçi. Bu yerda yo'q. Demak bu yomon qisqa so'zlayman deb gapni kod taqib qo'ygan. Gapida masala bor degan gap. Yani muraduhu musannifning muradi annal aysha nima shoirning muradi annal aysha ragada fi zilal humuq yani ahmoqlik nadallikning soyalarida rahat paragatlik turmushda yashash xayrun minal ayshi shaqi fi zilal aqlning soyasida aqlning soyasida mushaqqatli turmushda yashagandan yaxshi demakchi. Lekin bu ma'noga o'shaning o'zi dalolat qilmaydi biz. Qattiq qilib yetib qolganni qatmasa. Bu nima? Ixlal deb ataladi. Üçüncüsü bo'lsa val itnab. Itnab degan nima? Gapni uzun so'zlashgan. Ve huwa ta'diyatul ma'na bi ibaratin zaidatin anhu ma'al fa'ida. Itnab degan ma'noni, yani mutakallimning iroda qilgan ma'nosini shu ma'nodan, shu iroda qilgan ma'nodan ziyodaroq ibora bilan ado qilish degan bo'ldi. Bir shart bilan. Bu şart bo'lsa nima? Ma'al faida. Foyda bo'lish shart bilan. Chuqur bu nimadan bizning ko'nglimizga kelgan gapdan ziyoda qilingan gap, chuqur bir ma'lum bir foyda uchun bo'lish kerak. Agar bakam degan gap bo'lsa bu chaqda bu nima deb atalmaydi? İtnat deb atalmaydi, ya tatwil deb ataladi, yoki hashu deb ataladi. Agar hech qanday foydasiz ziyoda gap qilgan bo'lsa. Bizda bu gap jiq gap, eshakka yuk deydigan bir gap bizda. Sizda bormi degan? Bu yaxshi gap ekan. Masalan, Qur'oni Karimda oyat kalimada Zakariya alayhisalom qilgan kitob bu. Nima deydi Zakariya alayhisalom? Robbi a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Robbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Mishaddim demakchi, ey kabirt demakchi. Shuningmi? Bir kabirt ben yaşanıp kaldım, çoğup kaldım degan gap bir gap deyish uchun da bo'lmuvchi jumlani bu yerda dedi. Yani ey Rabbim, inni vahanal azmu minni, mening sumaklarim, ustixonlarim bo'shab ketdi. Ustixonlarim bo'shab ketdi. Va ishta'ala rasu shayba, mening beshimga oqchash xuddi o'tdan tutashganday tutishib ketdi. Davot. Nima demakchi vaqtida? Yaşanıp kaldım, qirib kaldım, çoğup kaldım demekçi. Endi mushu bir mazmun demiş, kabir deb ifodalamay. Zakariya alayhisalom bunda bir gap ifodalaydi. Hech qanday foydasi yo'qmi buni desa, buning bir qancha foydasi bor. Birinchi, Robbi, meniki sumoqlarim bo'shab ketdi degandan men burunqidek ibodatni jonli qila olmaydigan bo'lib qoldim.
burunqidek qiyam qilsam, mancha qilsam, hozir yashinib qolgansira anda qilolmaydigan bo'lib qoldi. Men ojizlab qoldim. Menga rahmat qilsang deb Alloh taolaniki rahmatini talab qilish chiqib turadi. Mafi foyda. Uni keyin vashta ala rasu shayba degandan, ya'ni bir istiarani keltiryapti demaydi. Istiar. Vashta ala istiar degan gap aslida meniki istiar degani nima? O't. O'tniki utangi tutishini istiar deydi. Xuddi boshqa oqchashning kelishini utangi o'tning tutishiga o'xshatyapti. Qanday jihatdan o'xshaydi desa, birinchi bosh xuddi bir qor kechiga o'xshasa, qorchach, boshdagi qorchach kechiga o'xshasa, oqchash o'tdek oqlikka o'xshaydi bir. Endi birga oqchash boshi kelib shu birdan ichida butun qorchashni yo'qolib oqqa aylantirishi xuddi o't utangi tutashi hammani ko'ylab cho'qqa aylantirib o'tishiga, oqqa aylantirib o'tishiga o'xshaydi. Shu jihatdan bunda o'xshatib turib, ya'ni meni chechim oqirib ketdi degan gap, ya'ni quvvatim qolmadi, men yashinib qoldim, men cho'ngib qoldim deganni nima qilmoqchi, ifodalamoqchi Alloh taolodan nima isti'tof, ya'ni Alloh taoloning rahmatini, Alloh taoloninki mehr shafqatini talab qilishni ifodalashdan bilgan ifodalaydi. Keyin Alloh taologa xitob qilayotgan chaqda taxmi jiqqa xitob qilmoqchi. Hazratul Qudusiyda taxmi jiq xitob qilmoqchi Alloh taologa. Xuddi Musa alayhisalom nima degan, Qur'ondagi nima desa Alloh taolo, "Va matilka bi yaminika ya Musa" desa nima deydi? Asay deb qo'shib qo'ygan nima deydi? Ya, u degan buni olsam, buni bilan bunaqa yulini men teynib boraman, qo'ylarimga azon qilib beraman. Unda bir muncha gap bilan javob qo'ydi. Nima uchun dama? Ya'ni Alloh taoloning jiqroq gap qilishmoqchi. Alloh taolo bilan jiqroq gaplashmoqchi. Anladın? Buna gap. Bu shuni deb ataladi, itnab deb ataladi. Çok bir foydasi bo'lishi kerak. Endi fa iza lam takun fi ziyadati. Agar bizniki ziyoda qilgan iboralarimizda, ziyoda qilgan iboralarimizda hech qanday bir foyda bo'lmasa, ikki xil ataladi. In kanat ziyadatu ghayr mutaayyan. Agar bu ziyoda qilingan bo'lak muayyan bo'lmasa, bu tatvil deb ataladi. Va in ta'ayyan, agar muayyan bo'lsa hashv deb ataladi. Agar ziyoda qilingan bo'lak muayyan bir bo'lak ziyoda qilingan bo'lsa hashv deb ataladi. Agar muayyan bo'lmasa nima deb ataladi? Tatvil. Tatvil degan gap ya'ni uzun so'zlash. Uzun so'zlab. Uzun. Tatvil degan gap ya'ni foydasiz uzun so'zlash. Tushunamizmi? Foydasiz uzun so'zlash. Hashv degan cho'q ortiqcha gap. Ortiqcha gap qilish. Ortiqcha gap qilish degan. Endi xo'sh, tatvil masalan, ortiqcha foydasiz uzun so'zlashdan masalan, va alfa qawlaha kadiban wa mayna. Va alfa qawlaha kadiban wa mayna degan gap, uning so'zini kadiban deb yolg'on va mayna degan yolg'on topdi. Kadiban degan gap bu yolg'on. Mayna degan gap nima? Yolg'on hech qanday farqi yo'q, o'xshash. Kadiban nimasi yolg'on? Mayna nimasi yolg'on? Endi bu nima degan gap desam, bu bir qisniki haqida yozilgan bir she'r bu. Burun Juzaymatil Abrash deb bir podshoh o'tgan Iroqda. Iroqning butun nimalarini birlikka degan podshoh ekan bu. Nihoyat farosatli podshoh ekan. Shuning bilan shu butun yezlardagi qabilalarniki ota-onalarini o'ltirib podshohlik qilibdi. Qandan keyin shu ota-onasini o'ltirgan odamlarniki yezanchidan bir qiz bor, nihoyat chiroyli, go'zal, maliki Zibo maliki deb, Zibo deb bir ayol maliki bo'libdi. Uni keyin buniki bu ayolniki nihoyat husn jamoli bu Juzaymatal Abrashga yetgandan keyin nima deydi? "Ma falani ma tegsun. Zibo ma tegsun" degandan keyin Zibo degan ayol darhol qabul qildi uning taklifini. Darhol qabul qilib, "Amisi men tegay. Amisi podshoh kelsin bizning qasrimizga, podshohimizning qabilamizga kelsin, meni olib ketgili kelsin" degandan keyin Juzaymatal Abrash qattiq xuddi atqanchig'im bor deb jiqidan olmay, oz odam o'ziniki oz askarlarni olib kelgan hamon Zibonimish qildi ekan, o'ltirib ekan. Podshohni o'ltirib ekan. O'ltirib etgandan keyin undan keyin shu podshohning ukisi kelib, u nimani qabilani tuzlab, u ayolni o'ltirib nima qildi ekan, qisosini oldi ekan. U ayolni o'ltirib qisosini oldi ekan. Shu chaqda shuni qilgan ekan ukisi. Va alfa qawlaha kadiban wa mayna. Ya'ni uning tag'am akam yoki u ayolning so'zini kadib va mayn topdi degan gap. Yolg'onligini bildi. Ya'ni uni xiyonat qilganligini, o'tib atganligini bildi. Buniki 5 va 5-chisiga degandan keyin nimasi yo'q, foydasi yo'q.
Şoma muhtasar olgandık şunu demedik. Ben de demedim. Hem de mesela şu kediben ve meyna dedik ki yani. Şimdi kediben degende mesela. Kediben diye adık sakma buldu bir yerde. Meyna da alsak buldu. Yani mutlum kası ziyade desek kediben ziyade mı ya ki meyna mı? İkisi okşaş ma'nada deb turgandan keyin muayyan bo'lmaganligi nima deb ataldi? Tatvil deb ataldi. Tatvil qatdingiz qarimda. Va balag'atdan chiqib ketgan gapim o'sha. Vel hashuning misoli masalan va a'lamu ilmal yawmi vel amsi qablahu. Böyle falan. Yani men bugunning bilimini bilman vel ams tuniganning bilimini bilman degan qablahu sifati. Tunigan yani qablahu degan bugunning oldidagi. Ma bugun yawmning yani qablahu degan qablal yawm degan bo'ldi. Bugunning oldidagi tuniganning bilimini bilman degan ma gapi nima bo'ldi? Yani hashu bo'ldi. Shadi qal so'z qablahu degan so'z hashu. Nimishqa? Qablahu demisin bu ams degandan keyin tunigan degandan keyin biz tuniganning bugunning oldidagi qilganligini bilamizmi? Bilamizmi? Endi. Qablahu degan so'z nima? Hashu deb ataladi. Chunki tunigun degandan keyin tunigunning kechib ketgan, o'tib ketgan o kunning tabiiyki bugundan burun o'tganligi hammalarga ma'lumdir. Qablahu deb keltirishning hojati yo'q edi. Xo'sh, endi biz tushunib bo'ldik, biz musava, ijaz, itnab deganni tushunib bo'ldik. Endi va min dawa'il ijaz. Ijaz jumlani qisqa keltirishga turtki bo'ladigan omillardan tashilul hifz. Nima uchun jumla qisqa keltiramiz? Birinchi, yodlashga oson bo'lsin deb. Jumla qisqa kelsa, tabiiyki jiq so'zdan az so'zni yodlash oson, tabiiy. İkincisi ve takribil fahm lil murad. Yani tushunchini muratga bo'lgan muratni tushunishga yaqinlashtirish. Fahm degan tushunchini muratni tushunishga yaqinlashtirish. Qancha qisqa bo'lsa, gap shuncha oz bo'lsa, shuncha tushunish bo'ladi. Jiq bo'lganda. Va diqil maqam, ba'zida diqil maqam bo'lishi mumkin. Ya'ni vaqtlar, maqam tar degan gap, ya'ni vaqt oz. Ko'p gap bo'lmaydi, vaqt belgilangan vaqt bor. Jiq gap bo'lsa boshqalar yozib qoldi yoki ketib qoladi ya, belgilangan vaqt bo'lsa shu chaqda gapni qisqa qilgan gap. Yana birichi ixfa, gapni yushish uchun qisqa qilgan gap. Masalan, bir so'rinda o'tirgan bo'lsa, ondan men yaqib turib, Timur Bekirdan bu demoqchi bir gapni. Boshqalar bu demoqchi emas. Keldim, ish bo'ldimi? Ish bo'ldimi deyman. Mundaq ish bo'ldimi deb tafsiliy demayman demishqa. Bunu biz Timur Bekir demekçimen, başkaları demekçemez. Timur Bekir'den biladi. Bunda çağırdı. Gapni qisqa qilish mumkin. Va sa'amatul muhaddasa. Yana eng oxirgi sabablar shu, so'zlashdan zikr qilish. Bir odam gap qo'shaqmasa, "Falani qanday bo'ldi?" "Abdan bo'ldi." Dabdan ifoda qo'ydi masalan. Masalan, ya ba'zida kisal masalan. Kisal sababidan gap qilishning yo'q. Kuchi yo'q bo'lsa, قلت لي كيف أنت قلت عليلو deb qo'yib berdi. Ashada ahvolingiz qanday deb desam dedi alil deb qo'ydi. Kesal deb qo'ydi. Ya'ni men kesal yoki kesalim andam dedim kesal deb qo'ydi. Ahvolingiz qanday deb kesal bas. Kesalimda dedi gap qo'shaqman gap masalan. Endi min dawa'il itnab, endi uzun so'z gapni uzun so'zlashga, gapni uzun so'zlashga turtki bo'ladigan omillardan tasbitul ma'na. Nima uchun gapni uzun so'zlaymiz desa, tasbitul ma'na. Ma'nini muqarrarlashtirish, muqimlash. Ma'na. Bu gapning ma'nosi zihnlarda o'rin elishi, qarar elishi uchun gapni uzun so'zlaydigan gap. Va tawdihul murad, ikkinchi foydasi bo'lsa, murad muddaoniki ochiqlanishi, murad muddaoni ochiqlash, texnik ro'shanlashtirish uchun va uchinchisi bo'lsa tavkid gapni kuchlantirish uchun, to'rtinchisi bo'lsa, beshinchisi bo'lsa, yoki to'rtinchisi daful iham deydi. Gumonlarni, boshqa vahimalarni, boshqa fikr, xato o'y fikrlarni chekindirish uchun. Bu sabablardan nima qilamiz? Gaplarni uzun keltiramiz deydi. Va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin.